Pastdarg'om tumanida tashkil etilgan har bir mahallaga 100 ta tungi yoritgich chiroqlarini o'rnatish aksiyasi davom etmoqda. Jumladan, tumanning Katta Nayman mahallasida ham zamonaviy, energiyaga tejamkor tungi yoritgich chiroqlari o'rnatilmoqda. Ushbu chiroqlar inson omilsiz, yorug'lik sezuvchi, ya'ni kunduzi o'chirib, kechasi yoqadigan moslama orqali boshqariladi. Asosiysi, hashar yo'li bilan amalga oshirilayotgan ushbu xayrli ish ortidan mahalla obod va xavfsiz, fuqarolar kechalari qoqilib surinmasdan bemalol sayr qilish imkoniga ega bo'lmoqda. Pastdarg'om tumani hokimi Shunqor Farmonovich tashabbuslari bilan joriy yilning fevral oyining boshida har bir mahallaga 100 donadan tungi yoritgich o'rnatish aksiyasi e'lon qilingandi. Aksiya doirasida 115 ta tungi yoritgich chiroqlar o'rnatdik. Kelajakda davom etadi. Ishimiz davom etmoqda. Aksiya doirasida mahallalarda o'rnatilayotgan tungi yoritish chiroqlari Prezidentimiz tomonidan har bir hududdagi mahallalar obod hamda xavfsiz bo'lishi kerak deya qo'ygan vazifalari ijrosi bo'lmoqda.